Qaltis darsxona, dаңlıq məktəb arzuyunuzni əməlgə aşırıdı. Farasatlik oquvchilar yaxshimsizlar? Bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz Kozir zapas azab. Birinchi qism noma'lumni almashtirish usulining oddiylashtirilishi va qimmatini tepish. Biz ba'zida murakkab ifodaga yo'liqib turamiz. Ammo bu murakkab ifodalar qalaymaqan tartibsiz bo'lmasdan, ularda bir xil o'xshashlik bo'lgan bo'ladi. Ularni qarmoqqa oson, hisoblashga oddiy bo'lishi uchun ularning o'xshash bo'lgan butunlik qismini yangi bir o'zgarguchi miqdor orqali ifodalaymiz. Bu usul noma'lumni almashtirish deb ataladi. Masalan, ko'paytgichlarga ajratmoqchi bo'lgan ifoda x kvadrat plus 3x ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan x kvadrat plus 3x minus 8 ga qaraydigan bo'lsak, tirnoq ichidagi x kvadrat plus 3x ning o'xshashligini bayqaymiz. Biz uni bir butun qurilma deb qarab, uni yangi bir o'zgarguchi miqdor t bilan ifodalasak, ya'ni bu yerdagi x kvadrat plus 3x ni t desak, bu chaqda butun ifodani oddiylashtirib t kvadrat minus 2t minus 8 qilib yozishga bo'ladi. Buni ko'paytgichlarga ajratish nihoyatda oddiy bo'lib, qaychilashtirib ko'paytish usuli orqali t plus 2 ko'paytirilgan t minus 4 ga erishimiz. T tang x kvadrat plus 3x ni o'rniga qo'ysak, x kvadrat plus 3x plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat plus 3x minus 4 ga erishimiz. Tirnoq ichini yana parchalab x plus 1 ko'paytirilgan x plus 2 ko'paytirilgan x plus 4 ko'paytirilgan x minus 1 qilib ajratib yozishga bo'ladi. Buningda bu ifodadagi o'zgarguchi miqdor t yordamchi element deb ataladi va noma'lumni almashtirish usulidagi noma'lum element bo'lib hisoblanadi. Bu yerdagi t ifodani oddiylashtirishda vaqtliq ishlatilgan vositalik miqdor bo'lib sanaladi. Uni ifodada davomli qoldirmasdan, oxirida cho'qim bir butun qurilmani qaytadan maydonga chiqarish kerak. Uningdan boshqa, bu misoldan noma'lumni almashtirish usulining bir butun tafakkurga tava muhim tarmoq ishkanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ishlatilishchanligi nihoyat keng. Odatda oddiylashtirish, qimmatini tepish, tangsizlikni isbotlash, tanlama va tanlamalar sistemasini yeshish qatorliq jihatlarda kengri qo'llanilib, butun to'liqsiz o'rta maktab, hatto to'liq o'rta maktab bosqichida doim qo'llaniladigan mahorat bo'lg'ashqa, qaltis darsxonaning keyingi 2 soatlik darsida noma'lumni almashtirish usulini cho'qim pishiq eglash kerak. Biz bu soatlik darsimizda noma'lumni almashtirish usulining oddiylashtirish, qimmat tepish va tangsizlikni isbotlash qatorliq jihatlarda qo'llanilishini tadqiq qilamiz. Oldida ishlagan misolimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir yordamchi elementni almashtiribla masalani oson hal qildik. Ammo ba'zi murakkab ifodalardagi bir butun qurilma nisbatan yoshirinroq kelgan. Shundaqla u faqat birli bo'lmag'ashqa qo'sh noma'lumni almashtirish usuli, ya'ni ikki yordamchi elementni faraz qilishga to'g'ri keladi. Bu xuddi ikki kozir a'zoni almashtirganga o'xshaydi. Masalan, bu ifodani ko'paytgichlarga ajratib boqaylik. Bu ifodada agar bevosita yeyish usulini qo'llansak, nihoyat avorchilik bo'lg'ashqa, avval noma'lumni almashtirish usuliga qarab boqaylik. Bu ifodada 3 ko'p a'zoliq butunlik bo'lib, hamda bir-biriga o'xshamaydi. Acaba 3 kozir elementining hammasini almashtirish kerakmi? Amaliyotda bunday qilish hojatisiz. Bu uchuning o'rtasida qo'shish munosabati bor bo'lib, ya'ni 3-ifoda birinchi ifodani ikkinchi ifodaga qo'shganga teng bo'lg'ashqa, birinchi ifoda bilan ikkinchi ifodani asosiy kozir element deb faraz qilib olamiz. 3x kvadrat minus x minus 1 ni a, x kvadrat plus 2x minus 3 ni b deb faraz qilib olsak, 4x kvadrat plus x minus 4 teng a qo'shilgan b bo'ladi. Bu chaqda asli ifoda teng 4ab minus tirnoq a plus b ning kvadrati teng 4ab minus tirnoq a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat teng minus a kvadrat plus 2ab minus b kvadrat teng minus tirnoq a minus b kvadrat bo'ladi. Endi a teng 3x kvadrat minus x minus 1, b teng x kvadrat plus 2x minus 3 ni o'rniga qo'ysak, asli ifoda minus tirnoq 3x kvadrat minus x minus 1 minus x kvadrat minus 2x plus 3 ning kvadrati teng minus tirnoq 2x kvadrat minus 3x plus 2 ning kvadrati bo'ladi. 2x kvadrat minus 3x plus 2 ni qayta ajratishga bo'lmaganlikdan, shunga javobi minus tirnoq 2x kvadrat minus 3x plus 2 ning kvadrati bo'ladi. Bu misoldan noma'lumni almashtirish usulining ko'paytgichlarga ajratishdagi rolining naqadar muhimligini ko'rib olg'ili bo'ladi.
Buningdan boshqa, ikkinchi darajalik yıldızlıq ifodani oddiylashtirish va hisoblashdimi noma'lumni almashtirish usuli doim qo'llaniladi. Amsi biz tuvandagi misolni ko'rib boqaylik. Ya'ni A plus yıldız astida AB'dan A yıldız astida A minus B yıldız astida A'ni oddiylashtırib boqaylik. Nurg'un savodashlar maxrajdagi yıldızlıq ifodani ko'rib, darhol maxrajni ratsionallashtirishni, ya'ni maxraj bilan suratni o'xshashla A minus yıldız astida AB'ga ko'paytirishni o'ylaydi. Bunda qilganda, garchi maxraj ratsionallashsa-mu, ammo surat texmi murakkablashib ketadi. Aniqki, bu usul mos kelmaydi. Asli ifodada yıldız belgisi ko'p bo'lg'achqa, avval amal qilib yıldız belgilarini azaytish kerak. Ondaqda qandaq azaytimiz? Tafsiliy qaraydigan bo'lsak, garchi ifoda nihoyatda murakkab bo'lsa-mu, ammo yıldız astida A va yıldız astida B'dan iborat asosliq ikki yıldızlıq ifodadan tuzilgan. Ondaqda o ikkisini butun ifodalik harfga almashtirib olsak bo'ladi emasmi? Shunga ularni x va y deb faraz qilib olsak, u chaqda A bilan B x kvadrat va y kvadratga teng bo'lganlikdan asli ifodani oddiylashtirib, x kvadrat plus x y dan x kub minus x y ning kvadrati qilib yoza olamiz. Surat bilan maxrajni ayrim-ayrim ajratib oddiylashtirib, x ko'paytirilgan x plus y ko'paytirilgan x minus y va x ko'paytirilgan x plus y qilib yoza olamiz. X ko'paytirilgan x plus y ni qisqartib o'tgandan keyin oxirida faqat x minus y qilib qoladi. Oxirida butun qurilmani qaytarib kelsak, u chaqda eng oxirgi javob yıldız astida A minus yıldız astida B bo'ladi. Mana bu oxirgi javob. Bu misol qiziqarli bo'lib, buningdan bir butun qurilmaning biz o'ylagandek zanjirlashgan algebralik ifoda bo'lmasdan, balki yıldız astida A va yıldız astida B ga o'xshash oddiy bo'lgan yıldızlıq ifoda bo'lganligini ko'rib olamiz. Bizning cho'ng miyamiz yıldızlıq hisoblashga moyir bo'lmasdan, balki butun ifodani hisoblashga moyir bo'lg'achqa, shuni uni almashtirib etamiz. Bu nuqtaga qarata qaltis darsxonaning mustahkamlash mashqini kuchaytirib ilib boramiz. Amsa, tuvandagi misol qarab boqaylik. Agar x tang 2 dan 1 yıldız astida 2015 minus yıldız astida 2015 dan 1 bo'lsa, yıldız astida x kvadrat plus 1 plus x ning qiymatini tepib boqaylik. Berilgan shartiki yıldız astida 2015 nihoyatda avorchilik bo'lg'achqa, uni maydondan tushirib etib, uni o'rniga zapas a'zo t ni qo'yamiz. T tang yıldız astida 2015 desak, u chaqda x tang 2 dan 1 tirnaq t minus t dan 1 kelib chiqadi. X kvadrat plus 1 tang o'tir tirnaq 2 dan 1 ko'paytirilgan tirnaq t minus t dan 1 ning kvadrati plus 1 tang 4 dan 1 ko'paytirilgan tirnaq t kvadrat plus 2 plus t kvadratdan 1 tang 4 dan 1 ko'paytirilgan tirnaq t qo'shilgan t dan 1 ning kvadrati. Shunga x kvadrat plus 1 tang 4 dan 1 ko'paytirilgan t plus t dan 1 ning kvadrati bo'ladi. T 0 dan cho'ng bo'lg'achqa, t plus t dan 1 mu 0 dan cho'ng bo'ladi. Shunga yıldız astida x kvadrat plus 1 tang yıldız astida 4 dan 1 ko'paytirilgan t plus t1 ning kvadrati tang mutlaq qiymat ichida 2 dan 1 ko'paytirilgan t plus t dan 1 tang mutlaq qiymatdan chiqarsak 2 dan 1 ko'paytirilgan t plus t dan 1 bo'ladi. Shuning bilan eng oxirgi yolg'iz x ni ifodalasak, x tang 2 dan 1 ko'paytirilgan t minus t dan 1 bo'ladi. Buni asli ifodani o'rniga qo'ysak, 2 dan 1 ko'paytirilgan t plus t dan 1 plus 2 dan 1 ko'paytirilgan t minus t dan 1 tang t ga tang bo'lib, oddiylashtirish tamomlandi. Oxirida butun ifodani t ning o'rniga qo'ysak, natija yıldız astida 2015 ga erishimiz. Qandaq? Noma'lumni almashtirish usuli qaldismikan? Sizga shundaq qo'yayki, yordamchi element matematika sohasida eng kuch berilgan zapas a'zo. Tuvanda mushunga o'xshab ketadigan yana bir misolni ko'rib boqaylik. Bu misolni hisoblab boqaylik. 2 dan 1 plus 3 dan 1 plus 4 dan 1 plus chekit plus 2015 dan 1 ko'paytirilgan 1 plus 2 dan 1 plus 3 dan 1 plus chekit 2014 dan 1 minus 1 plus 2 dan 1 plus 3 dan 1 plus chekit 2015 dan 1 ko'paytirilgan 2 dan 1 plus 3 dan 1 plus 4 dan 1 plus chekit 2014 dan 1. Avval tirnoq ichidagi butun qurilmani topaylik. Biz bu ifodadan o'rtaq bo'lgan a'zo 2 dan 1 plus 3 dan 1 plus 4 dan 1 plus chekit 2014 dan 1 ni bayqaymiz. Shunga uni maydondan tushirib, yordamchi element A ni maydonga chiqarsak, ifoda
A plus 2015'ten 1 köpeytilgen 1 plus A minus 1 plus A plus 2015'ten 1 köpeytilgen A'ga aylandı. Bu çağda ifade bırakla adilişip, yiyip hesaplaş arkalık, Şikiming 15'ten 1'ge erişimiz. Bu vaqtda hatta yardımcı elementmi g'oyib bo'lib ketadi. Şoňlaşqa mushundaq necha minglagan o'xshamaydigan xilma-xil bütün qurilmalar bizning hisoblash jarayonimizga to'salg'i olib kelishni o'ylaydi. Lekin buning bizga qaraytichaqliq. Bu masaladan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, noma'lumni almashtirish usuli oddiylashtirish ko'rishida o'z kuchini to'liq namoyon qilib, asli ifodani xilil oddiylashtiradi. Bundaq bo'lganda, masalalarni yeshish unumini zo'r darajada yuqori ko'tarib qolmasdan, asli ifoda texmi qisqarib, bosqichlari aziyib, xatolik nisbatini zo'r darajada tuvanlatkili bo'ladi. Oxirida noma'lumni almashtirish usulining tengsizliklarni isbotlashdagi abjil roliga qarab baqaylik. Agar A cho'ng 2, B cho'ng 2 deb berilsa, A plus B kichik AB bo'lganligini isbotlaylik. Matematikalik masalalarning bir xosligi bo'ladi. Ya'ni berilgan shartlari qancha oz bo'lgan masalalar shuncha tez ham g'alati bo'ladi. Bu masala bu so'zimizning tipik vakili. Chunki uning sharti faqatla A, B ning ikkilisi 2 dan cho'ng deb berilgan. Aniqki ularning yig'indisimi 4 dan cho'ng. Hatto ko'paytmasimi 4 dan cho'ng. Undaqda yig'indi bilan ko'paytning zodi qaysi cho'ng? Buningga bir nima demak tas. Diqqat. Agar 2 ni bir boshlanish nuqtasi desak, undaqda A 2 dan M cho'ng. B 2 dan N cho'ng. Ya'ni A tang 2 plus M, B tang 2 plus N deb faraz qilsak, hamda M cho'ng 0 dan N cho'ng 0 dan degan shartni qanoatlantirsalar, A cho'ng 2 va B cho'ng 2 bo'ladiganligiga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Bu chaqda A, B ni maydondan tushirsak bo'ladi. Algebralik ifodaning cho'ng kichikligini selishtirganda ayrimsini elish usulini qo'llanib, A plus B minus AB ning musbat yoki manfiyligiga hukm qilsak bo'ladi. Yordamchi elementni o'rniga qo'yib, tuvandagi ifodaga erishimiz. Ya'ni A plus B minus AB tang 2 plus M plus 2 plus N minus 2 plus M ko'paytirilgan 2 plus N. Bu tang 4 plus M plus N minus 4 minus 2M minus 2N minus MN. Ang oxiri oddiylashtirib, minus M minus N minus MN ga erishimiz. Aniqki, bu yerdagi M va N har ikkisi musbat son bo'lg'achqa, minus M minus N minus MN manfiy son bo'lib, buningdan A plus B minus AB 0 dan kichikka erishimiz. Shunga A plus B kichik AB quriladi. Bu masala qiziqarli bo'lib, uningda murakkab bo'lgan butun qurilma asla yo'q. Hamda zapas a'zo sifatida maydonga chiqqani yolg'iz harflar emas, balki bir algebralik ifoda. Aniqki, bu yerdagi yordamchi a'zoning roli faqatli ifodani oddiylashtirish emas, balki noma'lum sonning konkretlashtirishdir. Shartning 2 dan cho'ng deb berilishi nihoyat g'uvo bo'lib, yig'indi bilan ko'paytmaning qaysining cho'ng ekanligini hisoblamoqdasiz. Bu vaqtda biz tengsizlikni tanglikka almashtirib, ABning o'rniga konkret qiymatlarni berish orqali yig'ini bilan ko'paytmani hisoblab, qaysining cho'ng ekanligiga dastlabki qadamda hukm qila olamiz. Andin ayrimini ilvitishdek muhim usulni qo'llanishni o'ylab yetalaymiz. Bu soatlik darsimiz mushunchalik bo'lsin. Biz noma'lumni almashtirish usulining oddiylashtirish, qiymatini tepish va tengsizlikni isbotlash qatorliq jihatlarda qo'llanilishini xulosalaylik. Birinchi, noma'lumni almashtirishning ko'paytgichlarga ajratishda qo'llanilishini ko'rib baqaylik. Avval ifodadagi bir butun qurilmani tepib, uning o'rniga yordamchi elementni qo'ysaqlar, ifoda oddiylashadi. Agar bir butun qurilma yolg'iz birli bo'lmasa, qo'sh noma'lumni almashtirish usulini qo'llansak bo'ladi. Ya'ni ikki yordamchi elementni ishlatsak bo'ladi. Diqqat qilish kerakki, bu faqat o'tkinchi rol o'ynaydigan bo'lg'achqa, oxirida yana bir butun qurilmani qaytarib kelamiz. Ikkinchi, yıldız belgisi nisbatan ko'p bo'lgan masalalardami noma'lumni almashtirish usulini qo'llanishga bo'ladi. Ya'ni yıldızlik ifodani yordamchi element deb faraz qilib olsak, yıldız belgisini yo'qotishga bo'ladi. Uchinchi, noma'lumni almashtirish usulining tengsizlikni isbotlashdimi yordami bo'ladi. Bu yerda almashtirildigini yolg'iz harf bo'lmasdan, balki bir algebralik ifoda bo'ladi.
Uning roli tengsizlikni tenglikka aylantirib, noma'lum sonning konkretlashtirib hisoblashga qatnashtirishdan iborat bo'ladi. Raqobat maydoni bilan o'xshamaydigan yeri shuki, yordamchi element matematika sohasida garchi zapas a'zo bo'lsa-mu, u hargiz lag'aylab yuradigan aqlanchi bo'lmasdan, balki maydonga chiqish uchun har vaqt tayyor turadigan kozir mayirdir. Keyingi soatda tanlama formula sahnasidagi yordamchi elementning jiddiy vaziyatni qanday o'ngshaydiganligini ko'ramiz. Qaltis darsxonada qaltis holatlarga erishsiz. Farosatli o'quvchilar keyingi soatlik darsda ko'rishaylik.